Mani chiroyli kletkalarim, mana bu atirlarni qaranglar. Men sizlarga shunaqa ko'rganinglarda ko'zinglarni quvnatadigan, sepganinglarda yon atrofingizlarni kuydiradigan atirlardan olib keldim qizlar. Mana bu atirni qaranglar. Bu Dubayniki qizlar, чистый dubayskiy. Parfyum hidi stoykiy и нежный hid ekan bu. Buni hidi menga 100% yoqdi, ishoninglar. И mana bu Sexy Woman'ni hidi shirinroq hidlarni yaxshi ko'ruvchilar uchun idealniy atir hisoblanadi. Bu sal shirinroq va o'tkirroq ekan hidi, lekin buni ham hidi stoykiy ekan. Mana bu xuddi mayvayi hidi birga bir. Buni mana upakovkalari ham mana shunaqa необычный. И buni o'zini paketlarida ishoninglar, mayvayi yaxshi ko'radi, hidini yaxshi ko'radigan qizlar uchun вообще zo'r sovg'a bo'ladi. И o'zinglar ham olsanglar bo'ladi. Buni ochilishlari, upakovkalariga вообще qoyil qoldim. Qaranglar. Mana bu xuddi Chanel hidi. Menga Chanel hidi ko'proq yoqqani uchun Chanelni ochib ko'rdim qizlar. Mana buni qaranglar, ochilishlari shunaqa. Bitta qo'lda ozgina qiynalyapman, lekin ochganimni o'zida korobkadan hidi chiqib ketdi. Podarka qilsanglar ham uyaltirib qo'ymaydi qizlar. 100% original tovarlar. Ishoninglar, hidi hammasiniki stoykiy. Bu yerda umuman tualetniy voda yo'q, hammasi parfyumniy. Zakaz qilishga shoshilinglar.